Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Aziz ko'ruvchilar, hammanglarning xabar olgandek, Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim boshchiligidagi qurultay hay'ati 10 oktyabrdan e'tiboran 5 kunlik Şinjan saqchi hujjatlar asosida mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkazish bilan birga Germaniya federal parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qildirish va Uyg'ur do'stlik guruhi qurish uchun va dunyo dangliq dunyoviy kishilik huquq tashkilotlari bilan intay muhim uchrashuvlar bo'lgan edi va Germaniyaning federal parlament a'zolari bilan men yuqori deb o'tgan sabablar bilan muhim uchrashuvlar bo'lgan edi. Bugun bu faoliyatimizninki oxirgi kuniga qadam qo'ydik. Hozir faoliyatimiz oyoqlash oldida turdi. Shunlashqa bugungi bu faoliyatimiz haqida va bu 5 kunlik faoliyatimiz haqida biz qurultayimizninki raisi Dolqin Aysa apandimni texim tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun ziyorat qilmoqchimiz. Xo'sh, Dolqin Aysa apandim, bu 5 kunlik faoliyat jarayonida qisqacha bir xulosalab o'tgan bo'lsangiz, sizga rahmat. Bo'ldi, ko'p rahmat. Bizning Germaniya federal parlamentining oldida bir haftadan buyon ep bo'lgan bu resim ko'rgazmamiz bo'lsin. Mayli parlament har qaysi siyosiy partiyalar bilan bo'lgan uchrashishimiz olsun va hukumatlar bilan bo'lgan ko'rishishlarimiz nihoyat muvaffaqiyatli o'tdi deb qaraymiz. Men avval bu munosabat bilan Mishada bir haftadan buyon mushu resim ko'rgazmasining mushu faoliyatlarning muvaffaqiyatli o'tishi uchun ko'p ajr qilgan bizning Berlin ishxonamizning mudiri G'ayur Qurbonga alayda rahmat aytaman. Shuning bilan birga Myunxendan kelgan bizning dunyo qurultayiningki Iva Erkin ve Claudia qatarlıq bizim xizmetçilerimizə azatlarına rahmet etimen ve muş 5 gün jarayonida muşu meydanda muşun bütün muşu resim ko'rgazmasining açılışıda baştan ahir bir turup muş hareketini qo'llab kelgan bizning Stefan dostumuzga, Tursun dostumuzga ve şundaqla Şeyman qarindishimizga alaydı bir yerde rahmet etimen. Muşla etiyende kilip keşkiçe Mişada keyvatkan sayahatçilerge, siyasetçilerge, yaşlarga nurgulluğan insanlar bu resim ko'rgazmamizni qiziqib köydü. Bularga bu resim ko'rgazmamizning maqsadini tushundirish bilan birga bugün Sharqiy Turkistonda bo'layotgan qirg'inchilik haqida nihoyat atrofli ma'lumotlarni berib, nihoyat qizg'in qo'lladi. Bularning yordam bo'lmagan bo'lsa, bu faoliyat bu yerda muvaffaqiyatli o'tmagan bo'ladi. Demek bugün en ahırkı gün geldik bu münasebetle bununla ecir kılan, bizden kollagan, bir yerde bulanmagan ama bizge dua kılan dünyanın her kaç şeylerdeki kırındaşlarımızga rahmet etme. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Dolqin Aysa apandim. Yana bir savolim bo'lsa, bugun mu ham faoliyatimizningki oxirgi kuni bo'lishiga qaramay tushdan keyinlarda Tashqi ishlar ministrligida Germaniyaningki bir qator muhim uchrashuvlar bo'ldingiz. Mush haqdan bir qisqacha to'xtab o'tgan bo'lsangiz rahmat. Şu bizden bu qatımki muşu günlerde bir yerde bu resim ko'rgazmasini ve parlamentdeki uçuruşlarını hükümetle uçuruşluk qilishimizdeki mühim bir sebep var. Bu mu? Germaniya Baş Ministri Scholz efendim 11. ayının 4. günüsü Xitayga ziyaretki bardı. Bu yeni iktidar hükümet kurulgandan keyin bu Baş Ministrinin tunji qatımlı Xitay ziyareti ve şundaqla Şinjan saqchi hujjatları e'lon qilingandan keyin Uyghur sotining Sharqiy Turkistonda bo'layotgan qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin Germaniya Baş Ministrinin Xitayga bo'lgan tunji ziyareti. Shuning uchun bu ziyaret nayt mühim. Şunun bu ziyaretinin yalnız sodini merkez kılan, iqtisatını sözleşidigan bir ziyaret emas. İyade buluvatkan erkek kırgınçılıkını sözleşidigan ve üyadaki erkek kırgınçılıkını mühim bir temi şekilde oturup koyuş zürriyeti bu kaçka. Biz bunu müşkünge toğırlıgan. Demek bugün Tashqi ishlar ministri ve hükümet adamlarıyla görüşüp bu sayahat jarayonida deki bizim taleplerimizni, bizim iltimaslarimizni yazmış şekilde tapşırdık. Şunun bilan birga yana Germaniya bu qatım Cenevada bo'lgan 51. navbatlik kishilik huquq oliy nimasi uchrashishida konseyning yig'inida Uyg'ur haqidagi dokladni qo'llagan davlatlarning birisi. Endi biz bu qatım 19 ovoz ustunlik bilan, 2 ovoz ustunlik bilan 17 ovozga qarshi 19 ovoz bilan bu karar qabul qilinmadi. Ama biz aldığımızda bunu qarshi tirishishimiz kerak. Onun için Germaniyaning o'ynaydigan nihoyat muhim roli bor.
rol var. Bu taleplerimizni oturup koyduk. 3. ayda keler yıl 2. ayının ahır 3. ayda başlandıgan 52. katımlık Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeyişinin yığını da bu meseleni Germaniya lider bulup oturup koyuş okşaydıgan taleplerimizni oturup koyduk. Onundan başka muhacirler meselesi var. Biz aylardan bilen söz işvatkan. Yani nurgulagan başka meseleler var. Bu amakta nayt yaxşı bir uçuruş oldu. Sizge köpten köp rahmet. Aziz körürmenler, bu 5 gün jarayonida Germaniya federal parlament a'zolari bilan uchrashishdan boshqa, kishilik huquq tashkilotlari bilan uchrashishdan boshqa yana tunigan va bugunni atdiganda ham qurultay hayatlarininki Amerikaning bosh elchilari bilan bo'lgan uchrashishlar ham bo'ldi. Bu haqda Uyg'ur masalasi haqida xalqaro saviyada so'zlashlar va munozirlar va uchrashishlar bo'ldi. Bu haqda Berlin ishxonasininki mas'uli qurultayninki va qurultayning bayonot so'ng g'ayri qurbon apandimni bu haqda tafsil ma'lumot berish uchun mikrofonimizni uzatmoqchimiz. Köp rahmet. Elbette bizdeki söhbet mezmunun köpüncüsü sezgür temlağı çatılgan boğalık için ben bir yerde o doğruluk pek tepsil toktatmayman. Lekin biz bu uçuruşlarımızda bu şu devletlerninki cümleden Amerika'nınki Uygur meselesini qollaş jarayonida qilgan tirishchanliklariga ve onunki cümleden Avrupa'da ve Germaniyada Uygur meselesiniki muhim bir kun tartibga aylanish uchun qilayotgan xizmatlariga rahmat etdik. Meningki albatta bayam bizdeki reisimiz nait yaxshi xulosalab berdi bir qancha kunlik faoliyatni. Mening shuningga qo'shib qo'ydigan bir nuqtam bu qitimliq faoliyat bugun bu yerda oxirlashadi, lekin oxirlashganligi faqatla bu yerdagi ko'rgazma faoliyatimizning oxirlashganligi bo'lib, bu hargizmi bizningki Germaniyadagi Uyg'ur davosini jonlantirish, kuchlantirish va buni Germaniyaniki muhim bir siyasi kun tartibga ekilish tirishchanligimizning to'xtab qolganligini darak vermaydi. Belki de buningdanmi texi cho'ng bir yukselishdan darak beradi. Biz bu yerda qozongan siyasi qo'llashlar xalqninki va shundaqla medianinki qo'llashlaridan teximi umid oldik. Ve şundaqla muşunun asasıga Uygur meselesinki Germaniyada yeme bir ballak pelle köçürüş için texim yaxşı küreş qılımız. Bu yerdeki bizim faaliyetimiz neç günden başlap yardım qılgan Uygur ve başka xalq qarindaşlarımızga köpten köp rahmet aytaman. Şahsen Berlin işxanası namıdan ve şundaqla bizni muş neç günden beri ekranımız arkalık dünyanın her qaysi yerlerinden körep kevatkan özününki inkaslarından bizlerge bizge dua qilgan, bizge yaxshi tilaklarni yetkizgan, bizni rag'batlantirgan qarindoshlarımızga köpten köp rahmat. Allah sizlardan razı olsun. Xudoyim bursa Germaniyadami xalqimizning derdiga derman bo'lgan yaxshi xizmat natijani akilimiz. Ben birini qo'shib qo'ya yana bu yerda bugun bo'lolmagan hozir, ammo 5 kundan buyon biz bilan davomli bir sap turib bizga yordam qilgan Zibulla qarindishimiz ko'p yordamda bo'ldi. Yana ondan boshqa bir qancha qarindoshlarimiz bu ko'rgazmalarimizda boshdan oxir bizda bo'ldi. Bulog'im alayda rahmat aytaman. Sizlarga köpten köp rahmat. Aziz körürmenler, yuqorida sizlarga Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi Berlinda o'tkazilgan 5 kunlik faoliyat haqida tafsil ma'lumot berib o'tdik. 5 kunlik faoliyatning xulosasini sizlarga sungan bo'ldik. Aziz körürmenler, keyingi qitimliq sonimizda ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Germaniyaning poytaxti Berlindan hammanglar o'tliq salom. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Allohga omonat bo'linglar.